Assalomu alaykum подписчиклар. Mashinamiz kelib turibdi. Cho'ka svetda 2020 ishlab chiqarilgan do'stlar. 20-yil mashinaga kelsak, zo'r saslanib turibdi. Chexollar yo'q, bir chexol padar ketadi. 111.887 km yurib turibdi. Magnitofon, konditsioner beri ishlab turibdi. Metan gazlari bor. Cho'tka saslanadi do'stlar. Motor tarafdan ko'ramiz. 15 disk bloklari, disk ham toza. Aviya sistemaları, motor tarafları cho'tka saslanadi. Turibdi do'stlar. Buning бағасы 123 milliondan kelishiladi qaytiladi. Barter bor, avtokredit bor. Hozir qaytarisini qarashib turadi. Va ko'rinishlari bir qator yuvib supurib beradi. Hozir bir chexol bozor ketadi. Qora chexol, o'rtasi qo'shadi. Chiroyli chexollar bor. Shundan mashina svetna mas bir chexol bozor ketadi. Ko'rinishlar, metan gazlari, zapaskalar, orqadan vatenlik chiroyli qo'yibdi. Do'stlar, 2020-yil 123 dan qaytalarda kelishiladi. Barter bor, avtokredit bor. Hozir aytasizmi qarashib turadi. Bemalol aloqa chiqadi. Telefonimiz 90 dan 420 0035 raqamli telefon, Telegram, WhatsApp bor. Bemalol aloqa chiqsa bo'ladi. Kim kanalda yangi bo'lsa, bir like bosib turib obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Qolgan ma'lumotni xudo xolasa shu telefon orqali olsangiz bo'ladi. Kimda shunday mashina bo'lsa, sotib olamiz, sotib olib berib, shunday xizmatdan so'rab qo'ydik, bemalol aloqa chiqsangiz bo'ladi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Berun tumanida. Bu videoni yakunlaymiz. Sog'lik, salomat bo'linglar do'stlar.